Bolalar bilan qanday gaplashmaslik kerak? Buyruq o'rniga savol berish metodi. Bu metod bolalarda mustaqil va mas'uliyatli shaxsni rivojlantiradi. Metod ma'nosi qattiq buyruqlarni yumshoq savollarga almashtirish hisoblanadi. Bu metod ishlaydiganmi? Albatta, chunki aynan shu paytda bola o'zini himoya qilish o'rniga muammoni qanday hal qilsam ekan pozitsiyasiga o'tadi. Hoziroq darslaringni qil jumlasi o'rniga senga darslaringni qilish qachon qulay? Kechki ovqatgachami yoki undan keyin deb so'rang. Opangga baqirma emas, bu holatni opangga qanaqa qilib xotirjam eta olasan deb savol bering. Nolishni to'xtat emas, bu bilan sen menga nima deyishni xohlayapsan deya savol bering. Kir kiyimingni yech o'rniga bu kiyim o'rniga nima kiyim kiyishni xohlaysan deb ayting. Bor yotib uxla deyishni o'rniga hozir qaysi kitobni o'qiymiz deb savol bering. Bolalar mas'uliyatli bo'lib ulg'ayishi uchun shunday to'g'ri jumlalarni ishlating. Sizchi farzandingizga qanday jumlalarni ishlatasiz? Izohlarda qoldiring.